hörmətlik Şərqi Türkistanlıq qarindoshlar. Şərqi Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunni diqqatingizga sunamiz. Şərqi Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Məmtimin Əla əpəndining yaqında yazgan Məcburi əmgəkning arqasıga yoshirilgan irqiy qirg'inchilik nomli maqolasi xalqaro munosabatlar xabar torida 4-oktyabr kuni e'lon qilindi. Maqolada Doktor Məmtimin Əla əpəndi məcburi əmgəkka selishning kontrol qilish, eksploatatsiya qilish va insonsizlashtirishning quroli ekanligini, tarixdan buyon məcburi əmgəkka selish hokimiyatlar tarafidan nupusni bo'ysundirib, shaxslarni erkinligidan mahrum qilish va faqat ishlab chiqarish vositasi sifatida qo'llanishning usuli bo'lib kelganligini, məcburi əmgəkka selish dunyo miqyosida har xil shakllarda mavjud bo'lsa-mu, ammo qattiq zulm va irqiy qirg'inchilik sistemasining bir qismi sifatida ishlatilganda intayin rəhimsiz holatga yetadiganligini, hozirgi zamonda buning eng tipik misolining Sharqi Turkistonda ko'rilayotganligini, Xitoyning məcburi əmgəkni yerlik Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning muhim tarkibiy qismi sifatida qo'llanadiganligini, məcburi əmgəkka selish qarmaqa iqtisodiy eksploatatsiya sifatida ko'ringan bilan amaliyotda jismoniy va ruhiy jihatdan butkul nupusni insonsizlashtirish va yo'qotishdagi sistemalik tirishchanlik ekanligini, Xitoyning 1949-yili Sharqi Turkistonni besib olgandan boshlab yo'lga qo'yib kelayotgan dehqonlarni hasharga selish siyosatini, 2014-yili Xitoy irqiy qirg'inchilikni texmi yuqori pallaga chiqargandan keyingi məcburi əmgəkka selishni irqiy qirg'inchilik qilishning bir vositasi sifatida qo'llanganligini, məcburi əmgək sistemasi faqat Sharqi Turkistonda Xitoy bilanla cheklanib qolmasdan xalqarалық ta'sirga ega ekanligini, dunyodagi nurg'un shirkatlarning insoniyatga qarshi elib berilayotgan bu jinoyatga sherik bo'lib kelayotganligini, garchi Amerika məcburi əmgəkning oldini olish qonunini yo'lga qo'ygan bo'lsa-mu, Xitoyning Sharqi Turkistonning sirtiga Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini yo'tkab məcburi əmgəkka selish yoki tovarlarni Sharqi Turkistonning sirtidagi Xitoy o'lkalarida ishlab chiqarildi degan yolg'on markani choplab, inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchilikni yo'lga qo'yishdagi muhim quroli bo'lgan məcburi əmgəkka selish qilmishini davomlashtirayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Abturning qarashicha, məcburi əmgəkka selish Uyg'ur nupusini siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va psixik jihatdan texmi kontrol qiladi. Məcburi əmgək selish Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining haqiqiy darajasini yushirdi. Xitoy əmgək kuchlarini yo'tkash orqali nomrodlikdan qutuldirish qatorliq ishga urilish, eksploatatsiya siyosatini yo'lga qo'yish orqali Uyg'urlarning turmushini yaxshilashdek xom xayolni paydo qildi. Məcburi əmgəkni bir xil yumshoq qirg'inchilik deb tushunishga bo'ladi. Abtur oxirida Xitoyning məcburi əmgəkka selish siyosatining Uyg'urlarning birlik qitimliq bo'lsa-mu, hayotda qolishning birdan-bir yo'liga aylanib qolganligini aytadi. Maqolaning oxirida məcburi əmgəkka selishning G'arbning diqqatini markazlashtirsa, yana bir tarafdan Uyg'ur xalqining halok bo'lishi va xalqaro jamiyatning buni to'xtatishdagi mag'lubiyatini ko'rmasga selishga yo'l ochadiganligini, ba'zilar uchun Sharqi Turkistondagi insonparvarlik krizisiga sal qarashni yoshirgan bir ustunlik signali ekanligini, oxirgi hisobda bu reallikning Uyg'urlarning mavjudligining birdan-bir yo'lining Uyg'urlarni məcburi əmgəkka selish ekanligini, inson hayotining bir qitim qo'llanilib tashlanganligini va bir butun xalqning yo'q bo'lishining qisqa vaqt ichida unutilib ketishdek axloqiy qiyinchilikqa aylanib qolganligidan derak beradiganligini yozadi. Xitoy Kompartiyasining 75 yillik xotirasi Sovet ittifoqidek cho'kib ketishdan andish qilish ichida tinch xotirlangan. Hindiston vaqti xabar torining 1-oktyabr kunidagi xabarda aytilishicha, 2024-yili 10-oyning 1-kuni Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 75 yillik xotir kuni Sovet ittifoqidek cho'kib ketishdan andish qilish ichida tinch xotirlangan. Katiba Xi Jinping partiyaning sadoqatmanligi va ideviy intizomni ta'kidlab, iqtisodiy turg'unlik va ommaning noroziligi qatorliq yutuqlardan ehtiyot qiladi ekan. Xining kontrol qilish va bostirishga ahamiyat berishi Xitoyning iqtisodiy kelgusi va Xitoy Kompartiyasining o'rilib ketishiga bo'lgan andishidan bishorat bergan. Xitoy Kompartiyasining 75 yillik hokimiyati Sovet ittifoqining 74 yillik vazifa o'tash muddatidan eshib ketgan. Garchi bu kun Xitoy uchun obida xarakterli kun bo'lsa-mu, Xitoy ancha dag'dug'liq tabriklamagan. Buning sababi Xitoy Kompartiyasining 75 yilligi Xitoyning siyosiy tuzumining muqimligi va Sovet ittifoqinikiga o'xshash yimirilishiga duch kelami yo'q degan savollar ichida kelgan bo'lishi mumkin ekan. Mo'ljallanishcha, Xitoy prezidenti Xi Jinping Xitoy Kompartiyasining o'tgan 75 yildagi muvaffaqiyatlariga ahamiyat bermay, partiya va davlatning kelgusiga texmi ko'ngil bo'ladigan. Iqtisodshunos gazetining xabariga qaraganda, Xi Jinping Xitoy Kompartiyasining kontrol qilishiga qattiq havaslanganlikdan Xitoyning sotsializm tuzumi bilan hukmronlik qilishi Sovet ittifoqining hokimiyat muddatidan olqib ketgan bo'lg'achqa, Xitoy Xalq Jumhuriyatining Sovet ittifoqidagi yimirilishidan qo'rqib kechalari uxlay olmaydi ekan.
Sovet İttifaqının yemirilişinin iqtisodning to'xtab qolishi va siyosiy normalsizlikdek orqa ko'rinishi Xitoy rahbarlik qatlamiga uzun ko'langa tushirdi ekan. Xitoy iqtisodiy taraqqiyotning ostilishi va xalqning norozilik ko'rsatishdek reallikqa duch kelgan. Sovet İttifaqının cho'kishidan ibrat olishni o'ylagan Shi Jinping partiyaga bo'lgan sadoqatiga iqtisoddanmi bekrak ahamiyat bergan. Sovet İttifaqının yemirilishi Shining nutqlari, axborot tashviqoti va partiya yig'inlarida izchil tema bo'lib kelgan. Shi Jinping ichki ittifoqlikni saqlash va ideviy burilishning oldini olish bilan aldirash. Sovet İttifaqı iqtisodning yaxshi bo'lmasligi sababidan emas, balki partiyaning ideviy va tashkiliy intizomdan ayrilganligi uchunmi vayron bo'lganlikdan Shi Jinping bundaq taqdirdan saqlanishni qaror qilgan. Uning rahbarligida Xitoy Hong Kongning demokratiyani qo'llash harakatini bostirishdan tortib, atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarini keng ko'lamda turmaga solashgacha misli ko'rilmagan darajada zarba bergan. Shuning bilan bir vaqtda u shaxsiy korxonalarga bo'lgan kontrollikni kuchaytirishdan tortib, taratquv va internetga bo'lgan tekshirishni kuchaytirishgacha jamiyatning har qaysi sohalaridagi partiyaning rolini hassilab oshirgan. O'tgan bir qancha yilda Shi Jinpingning muhim nuqtasi iqtisodning o'sishini ilgari surish orqali mutlaq siyosiy sadoqatmanlikka kafolatlik qilganligidek usulni nurg'un kishilar Xitoyning iqtisodiy yoshirin kuchiga to'salg'i bo'layotdi deb qaragan. Shi Jinpingning texmo oshkorlagan bayonlarining biri 2023 yili 1 oyda Xitoy Markaziy komitetiga maxfiy nutq so'zlaganda o'tirib qo'yilgan. U martda qisman nashr qilingan nutqida qal'a ichidan osonlik buzilib ketadi. Bizni mag'lub qila oladigan kishilar o'zimiz deb ogohlantirgan. Shi Jinping partiyaning ichki muqimligi bilan aldirash bo'lsa-mu, ammo Xitoyning iqtisodiy musofasi texmo ko'ngil bo'ladigan masala ekan. Yer shari iqtisodining o'sishining motori hisoblangan davlatning iqtisodiy aniqsizlik davriga qadam qo'ygan. Kishini hayron qoldiradigan uy-mulk bozori, yoshlarning ishsizligi va nupusning ozayishi Xitoy jamiyatiga singib ketgan umidsizlik tuyg'usiga tuhfa qo'shgan. Xitoyning nurg'un yosh avlodlari Xitoy orzusi va'dasidan bargan sari umidsizlanib, texmo mag'lubiyatchi ko'z qarashni tiklagan. Bu umidsizlik tuyg'usi Xitoy Kompartiyasining Xitoy xalqi bilan bo'lgan uzun yillik ijtimoiy to'xtamga zo'r tahdid olib keladi ekan. Shi Jinpingning davlatning bozorni kontrol qilishini oldingi o'ringa qo'ygan iqtisodiy siyosati chet ellik mablag' solg'uvchilar va yerlik korxonchilarda andish qo'zg'agan. Xitoyning ishlab chiqarish iqtidorini oshirish va tashqi bozorga tayinishni ozaytirishga ahamiyat berishi siyosiy jihatda foydali bo'lsa-mu, ammo davlatning allburun qiyinchilikqa duch kelgan iqtisodini texmo jiddiylashtirib o'tgan. 5 Xitoy fuqarosi Michigan harbiy bazasini yarim kechada ziyorat qilganligini yoshirish bilan ayblangan. Detroit xabarlar torining 4-oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika amaldorlari yozliq davlat mudofaa harbiy mashq uchun minglarcha amerikalik askarlar bilan Tayvan askarlari yig'ilgan Michigan harbiy bazasiga berib, yarim kechada askarlar bilan udul kelganligini yoshirgan 5 Xitoyni ayblagan. Bu voqea 2023-yilda yuz bergan bo'lib, javobgarlar u chog'da bu qilmishlardan ayblanmagan. Federativ sud mahkamasiga sunilgan jinoiy ishlar arziga qaraganda, ular qilgan sayohatni eziqtirib, jimiqtirib o'tgan. Tilini bir qilib, telefondagi suratlarni tozalagan deb ayblangan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi seshanba kuni sud mahkamasiga sungan iltimosida Xitoydan kelgan oliy maktab o'quvchilarining Amerikadagi muhim mudofaa o'rinlarini suratga tortganligiga doir misollar bor degan. Amerika Detroit taftish mahkamasining bayonotchisi Gena Balaya javobgarlarning texnik qo'lga ilinmaganligini, Amerika amaldorlari bilan aloqalashganda qo'lga ilinganligini aytgan. 2023-yili yozda 5 kishi yarim kechadan oshganda Utah shtati davlat mudofaa armiyasining surgun mayori bilan do'qorishib qolgan. Federal tekshirish idorasining aytishiga qaraganda, biri biz media degan va narsa keraklarini yig'ishtirib bu yerdan ayrilganligini aytgan. 4 oydan keyin bu erlardan biri Koreya va Xitoyga berishdan burun Detroit aerodromida chegara xodimlarining ziyoratini qabul qilganda tekshiruvchilarga Michiganning shimoliga sayohatga borganligini aytgan. Tekshiruvchilarning aytishicha, bu erlar o'tgan yili 12-oyda o'ndadarda kamera va telefondagi suratlarni tozalash to'g'risida aloqalashgan. Federatsiya tekshirish idorasining aytishicha, 5 erning hammasi o'tgan yili yozda Michigan universitetini bitirgan bo'lib, Michigan universiteti bilan Shanxay qatnash universitetining birlashib ishlagan programmasiga qatnashgan. 2020-yili Michigan universitetida magistrlik unvonida o'qiyotgan 2 Xitoy fuqarosi Floridaning Key-Westdagi dengiz armiya aerodromida qonunsiz surat tortganlik uchun turmaga tashlangan. Mavjudlik krizisi deyilganda shu aniq bo'lishi kerak ediki, krizis vatanda. Vatan ichidagi xalqning mavjudlik mujodalasini davom qildirishda.
Vatan sirtidagi mücadelenin birinci nişanımı vatan içidagi mavjudlikning krizislarga qarshi tadbir ishlash. Har qanday ijtimoiylikqa yotadigan harakatlarni siyosiy g'oyaga xizmat qiladigan unsurga aylantirish bo'lishini talab qiladi. Vatan sirtidagi mavjudlik, vatan ichidagi mavjudlikqa qarashli qilinmaganda, chet elda mavjudligini saqlash idealarining hech birini haqiqiy ma'nosini topgan mavjudlik ko'rishi qatoridan hisoblag'ili bo'lmaydi. Balki bu siyosiylik jihatda vatan ichidagi krizisdan barbara yiroqlashish, millat, xalq huquqlarini vatan sirtidagi osonliq to'plamga yuklab ishlatish, vatan ichidagilarning mavjudligini o'zlarining mavjudligidan keyingi tizishga yotadigan tutum va kayfiyatlarni borliqqa keltirish kelib chiqadi. Burhan Muhammadning Manqurt zihniyat va xiyonatlik ziyorat nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.